Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsilatı bo'lsin. Xitay xabar to'rining 10 ayning 19 kunlik xabarda bildirilishicha, 10 ayning 18 kuni tushdan keyin Xitoyning Beyjingda o'tkazilgan 3-chi navbatlik atalmish bir balvoq bir yo'l xalqaro hamkorlik boshliqlar yig'inida qatnashgan Qozog'iston prezidenti To'qayev Sharq Turkistonga berib atalmish Şinjan Uyg'ur Abdumrayliq partiya komitetining sekretari Mashuri va qo'rchaq raisi Erkin Tunyaz bilan Urumchida ko'rishib, o'zaro suhbat qilib. Bu uchrashuvda Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar yig'ini munbirining natijasini amallashtirish haqida muzokara berilgan. Hamda atalmish bir balvoq bir yo'lning o'rtaq qurilishiga texnik aktiv ovoz qo'shib, her sahada o'zaro manfaat yetkazib hamkorlikni cho'nqurlashtirib, ikki taraf o'rtasida cho'nqur aloqa va almashtirish olib borganligini bildirishgan. Muzokara jarayonida Mashhuriy Qozog'iston bir balvoq bir yo'l tashabbusining o'rtaq qurilishiga qatnashadigan muhim davlat. Atalmish Şinjan bir balvoq bir yo'lning yadrolik rayoni. Biz bu qurilishni texnik tezlatib, Xitoy bilan O'rta Osiyo o'rtasida oltin yo'l barpo qilamiz. Shundaqla atalmish Şinjanning Yevropa va G'arb kechib o'tilgan ko'riklik rolini joriy qildirib, Qozog'iston bilan bo'lgan yerlik almashtirish va hamkorlikning davomli cho'nqurilishini ilgari surib, Qozog'istondagi yerlik hukumatlar bilan har qaysi sohadagi har taraflama o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini yana kuchaytirib, yerlikning o'rtaq kelgusi bo'lgan Xitoy-Qozog'iston jamiyati barpo qilishga kuch chiqaramiz degandan o'ttir qo'ygan. To'qayev muzokara jarayonida bunday degan: "Bu mening Qozog'istonning prezidenti bo'lish sifatim bilan Xitoyning atalmish Şinjan qilgan tunji ziyoratim. Bu xil almashtirish va ziyoratlar Qozog'iston bilan Xitoy munosabatini taraqqiy qildirishda aktiv rol o'ynaydi. Qozog'iston Xitoyning ishonchli hamrohi va do'stona qo'shnisi bo'lib keldi va buningdan keyinmi bo'ladi. Yaqinqi yillardan buyon Qozog'iston va Xitoy orasidagi savdo tijorat qiymati uzluksizlashdi. Bunda atalmish Şinjan intayin muhim rol o'ynaydi. Hozir atalmish Şinjan rayonining iqtisod va jamiyat taraqqiyoti intayin tez taraqqiy qilib, har qaysi sohada zo'r natijalar qo'lga keltirilgan. Qozog'iston atalmish Şinjan bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni davomli cho'nqurlashtirib, Qozog'iston Xitoy savdosining aktiv harakatlantirish kuchini uzluksiz mustahkamlab, aloqador mexanizm va tadbirlarni yaxshilab, ximiyalik buyumlar, mashina, yemeklik va qurilish materiallari qatorliq mahsulotlarning savdosini davomli kengaytib, sayohat hamkorligi va taraqqiyot yoshirin kuchini davomli qizib, ikki taraf o'rtasida chegara qilgan sayohatni izchil yo'l qo'yib, Qozog'iston bilan Xitoyning har taraflama hamkorligini cho'nqurlashtirishni ilgari surishda aktiv rol o'ynaydiganligini bildirgan. Urumchi kashf xabarlar to'rining 10 ayning 20 kunlik xabarda deyilishicha, 10 ayning 18 kuni Xitoy Janubiy Osiyo shirkati atalmish Şinjan sho'basining tijorat savdo binosi va yo'tkilishchan turalg'ining qurilish turi rasmiy boshlangan. Bu Xitoy Janubiy Osiyo shirkatining bir yurish asosiy qurilish turlarining rasmiy boshlanganligini, Urumchi aerodromiga 2 milliard 200 million yuandan ortiq mablag' sag'anligini ko'rsatilgan. Urumchi xalqaro aerodrom mashg'ulot binosi turini Xitoyning atalmish Şinjan qurilish shirkati qurgan bo'lib, qurilish ko'lami taxminan 33 ming kvadrat metrdan oshar ekan. Birinchi bosqichdagi universal iqtidor aslahalarining muhim tarkibiy qismi bo'lgan Xitoy Janubiy Osiyo shirkati Urumchi bazasi turining birinchi bosqich qurilishining umumiy ko'lami 122 ming kvadrat metr. Silingan mablag' 1 milliard 880 million yuandan oshar ekan. Bu qurilish turining yo'l qo'yilish maqsadi Xitoy atalmish Janubiy Şinjanning Urumchi rayonini xalqaro aviatsiya yo'lovchilar markazi qilib qurib chiqadigan bo'lib, bu aerodrom kasb zanjirining iqtidorini yuqori texnikalar bilan eng ilg'or bo'lgan aviatsiya saviyasiga yetkazib, Sharq Turkistonni yuqori sifatli iqtisod va ijtimoiy taraqqiyot rayoni qilib qurib chiqish planlaridan biri ekan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.